Portfolio Upwork'dagi yana bitta eng muhim sectionlardan bittasi. Nima uchun? Chunki mijoz birinchi marta profilingizga kirganida rasmingizni ko'radi, description, title'ni ko'radi, videoni ko'radi va srazu keyingi qaraydigan narsasi yoki даже birinchi qaraydigan narsasi bu portfolio. Portfoliongizga qarab mijoz sizni analiz qiladi, ha? Hech qachon mijoz borib, men bu yerda portfoliom bor deb nima qo'ygan bo'lsangiz, linkka bosib boshqa joyga chiqmaydi, boshqa nimalarga kirmaydi. Aynan profilingizdagi informatsiyani ko'radi yoki algoritm shu portfoliongizga qarab, profilingizdagi bor portfoliolarga qarab klientga sizni rekomendatsiya beradi. Ana endi agar e'tibor bersak agar, men qiladigan ishlar bilan portfoliolarim juda ham bir-biriga mos keladi. Chunki men birinchi portfolioni qo'ygan, keyin menga klient kelgan. Masalan, men bu ikkita app bir-biriga juda ham o'xshaydi. Ikkalasi ham sustainability, o'sha dunyoda kamroq elektr sarflash yoki kamroq go'sht yeyish, shunaqa narsalar. Ikkalasi ham shu bir xil startap va birinchi men bunisini qilgan, keyin bunisi kelgan. Yoki men bu kriptolarni qarasak agar, ikkita kripto portfoliom bor, ha? Ana endi kripto portfolioga yarasha menda birgala kriptoga bog'liq proyektlar bor. Bundan ham oldin bir nechta qilganman. Bu degani portfoliongizni Upworkda vesi juda ham katta degani, balkim 50-60. Chunki ko'ryapsiz, qancha portfolio yaxshiroq bo'lsa, shuncha proyektlar yaxshi bo'lib ketadi. Okay, o'zi portfolioni qanday to'ldirish kerak, nechta portfolio bo'lish kerak, portfolio bo'lmasa nima qilay? Ha, ba'zilar yangi kelgan, endi kirgan, junior bo'lishi mumkin. Birinchi narsa, agar portfolioingiz bo'lmasa agar, o'sha pet proyektlaringizni olib portfolioga aylantiring. Ha, oddiy narsa bo'lishi mumkin. Siz uni ustiga yana qanaqadir AI'larni qo'shishingiz mumkin yoki yana nimadirlar qo'shishingiz mumkin-u, keyin o'shanaqa bitta yaxshi rasm taxlab, Canvas orqali masalan, Canva orqali rasm taxlab, o'shani bu yoqda joylasangiz bo'ladi. Hech bo'lmasa 3 ta yoki 6 ta bo'lish kerak. Agar eng zo'ri o'zi 9 ta qo'shsangiz, undan ham yaxshi. Kimdir вообще portfoliosi yo'q, lekin necha yildan beri ishlaydi, full time da ishlaydi yoki boshqa joyda. Qanaqadir proyektda bir qator kod yozgan bo'lsangiz ham qo'shib qo'yavering. Fakt shuki, siz o'sha yerda ishlagansiz. Bemalol qo'shib qo'yavering. Ana endi portfolio qo'shganda nimaga e'tibor berish kerak? Eng birinchisi bu rasm. Rasmlari to'liq, yaxshi, klientning o'ziga tortadigan bo'lishi kerak. Men bu eng birinchi rasm yuzda turadigan rasmi. Именно. Keyin project title'da ko'p kishi shunchaki ismini qo'yadi, Pebble deb yozib qo'yadi. Yo'q. Project title'da proyekt nimaligi haqida yozing. Masalan, men bu yerda yozgan power tool to stash compute cost carbon footprint, va oxirida SAS deb ham yozib qo'yganman. Masalan, bu yerda bo'lishi mumkin e-commerce, bemalol mana shunaqa qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchi narsa bu rolingiz, qanaqa rolda ishlagansiz, undan keyin qisqacha description, keyin skills, tamom. Agar Upworkda related project bo'lsa agar, uni ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Va yana bitta narsa, bu yerda biza video qo'shsak ham bo'ladi. Agar mana bunaqa proyekt bo'lsa, uni hech qanaqa ko'rsatadigan interfeyslari kam bo'lsa, bo'lmasa interfeyslar, mana bu video ham qo'shsangiz bo'ladi, bemalol. Hech qanday muammosi yo'q. Mijozga mana bu отдельно holatda ko'rinishi ham mumkin. Mana shunaqa holatda ham ko'rinishi mumkin mijozga. O'sha vaqt boshqa proyektlaringizni ham ko'rib biladi. Okay, portfolio haqida qisqacha shu. Agar yana qanaqadir qo'shimcha narsalar bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, portfolio haqida guruhda yozib qoldiring.